Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli körürmenler. Qalbdan qalbga namlıq programımızın 25-ci sanını görüşünlerini qarşılayımız. Ben Abdullah Yalqun. Qadirli körürmenlerimiz, mana bu mübarek Ramazan ayının ahırqı günleri turupdimiz. Her günü iptadan burun bir temada toxtulup keldik. Bu mübarek ay bilen hoş düşüş minutlarda sanaqlıq günlər qeyb qalğan bu mezgillerde elbette Rabbim Allah Subhanahu ve Taala'dan bulup mu şundaq bugünkidek türkümlep insanların ki azapqa layık bolğanlarning cehennemge layık bolğanlarning qutulup cennet girdiganlarning tizimligiga ilindigan şundaq kunlarda turýatymyz. Allah Subhanahu ve Taala qılgan barlıq amellerimizni tutgan rozlarimizni dergahida qabul qılıp aşu baxtlik bendelerinin qatarıdan qılışını tövençik bilen sorayımız. Her bir bölümde, her günü yeni bir temada qilishqa tegishlik, Müslümandan qilish tegishlik bolğan işleri veya ki hiç qılmaslığı gerek bolğan mavzularda toxtulup bugün bu her bir Müslümanın hayatında intayin muhim bolğan çokum dikkat qılmasa o Müslüman peşanesini yığır qıvağıdak derecede keç gündüz saydı qıldıgan abid taqvada rup kesimi Allah'ın dergahıga bağanda haba'an mansura bolup ketadigan, yani çaң tuzanga aylanıp ketadigan derecede Müslümanın hayatı şunchalik muhim bolğan dikkat qılmasa hemme işi tügüşidigan bir mavzu toğrusida toxtulduğanlığımızı tügün elanımızdı bədi. O bolsunmu haram yeyiş. Elbette bu tema derhal damallık insanın zihniga xuddi zulüm dese bir-birimizge qılıp atqan zulümlardek derhal insanın zihniga keldigan dairedeki naite tar dairege qılıp algan şekilde yığınça qılıp algan şekilde düşenmesligimiz gerek bolğan bir tema bu. Herkes insanın ýygızdan kirgenlam näsini halal haram sanılıp qalgan hayatımızdaki muamele qılıp atqan bütün işlerimiz haramdan dairesinde haram yeyiş degen gep nima bunu bir vaktimiz qısqa bolğan bolsun bunun içinde toxtuluşqa tirişeýin olturupdyk huzuruňlarda. Bugünkü programımızın aziz mehmeni hamala tunuşup bolğan hürmetli ustaz Şarq Türkistan Ölüm Ala Birligi azasy Qasımcan Damolam teklip qılıp qymmatly wagtyny çykyryp qadam taşıryp qılganlygy üçin köpden-köp rahmat. Allah razı olsun. Sizlerden Allah razı olsun. Bizge mundaq fursatlarni yaratıp bergenligiňiz üçin, okugan ilimlerimizni halkymyzga yetkizişke yardımcı bolganlygyňiz üçin Allah razı olsun. Allah razı olsun. Köp rahmat. Qadirli körürmenlerimiz programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkaly tarqatylyp atydy. Ekran aldyda çykyp turýatgan numarymız şundakla ijtimai uçur vasitalaryndaki alaqa vasitalarymız arkaly programımızga alaqadar har qanday pikir teklip bolsa berişamany, suallaryňlar bolsa soruşmalarny ümit qılmyz. Şundakla köplegen qaýnaşlarymyzyň paýdalanyş üçin hem bäherläp goýuşyny hem unutmaýsy. Onda bolsa bevasta başlap kelsek ustaz, hamda digenimdek haram yeyiş digen wagtyda damallyqqa şu ağzımızdan kirip atkan lokmalar yoki tepip atkan pulumuz degandek tar dairede düşünülüşü mümkün. Bunu biraz aldı bilen şu haram yeyiş degen nima? Bunu bir kısa bir düşünçüyle algan bolsak. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve men vela amma ba'd. Awal mana biz ulu ay, ulu küllerinin en ahirki basqışlarida turupdyk. Allah Subhanahu ve Taala barçamızga Kadir gecesini tapqıl nasip kılsın. Kadir gecesinin hürmeti bilen şu Kadir gecesinde kılgan dualarımızı Allah Subhanahu ve Taala icabet kılıp marat maksatlarımızga Allah yetkizip etsin. Bulup mu biz Şarq Türkistan Müslümanlarına en çok arzusu bolgan vatanımızın müstakilligini Allah Subhanahu ve Taala mana şu ayda kılgan amel ibadetlerimizin hakkı hürmeti şu Kadir gecesini tepip kılgan dualarımızın icabeti bilen Allah tezleştirip etsin. Amin. Emde biz bir tema, yani haram yeyişten ibareten bir muhim hazırkı cemiyetimizde pek bir muhim bolan bir temaga qadam qo'yib kirdik. Gerçi bugünkü bu vaktimiz bu temini tepsili yoritishga vaktimiz yetişmesimi qo'limizdan kelişçe imkoniyatni yer berişçe yoritishga tirishimiz inşallah. Hoş. Allah Subhanahu ve Taala biz insanlarni yaratıp insanlarga pak narsalarni halal kıldı. Meynat nachar narsalarni Allah Subhanahu ve Taala habais deb atadı Qur'oni Kerimde. Bularni haram qilib keltirdi. Allah Subhanahu ve Taala biz insanlarni yaratquchi zot bo'lish sifati bilan bizga nimaning eng yaxshi, nimaning eng yomon ekanligini biladi.
Bizge Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de halal, pak narsalar ve meynet narsalar deb. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala ve yuhillu lehumut tayyibat ve yuharrimu aleyhimul habais. Bu insanlarga Allah pakiz narsalarni yeyishga bo'ladi qilib halol qilib berdi, meynet narsalarni Allah Subhanahu ve Teala haram qilib berdi deb bayon qildi. Endi bu nimening pakiz narsalar, nimeninki meynet narsalarni inson o'z aqli bilan tepishi bilan birga Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning vasitasi bilan va yana Alloh taolo Qur'oni Karimdagi boshqa oyatlarda bayon qilgan shu oyatlar bilan halol haromni biz farq etamiz. Xo'sh. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bizga nurg'un narsalarni harom deb chakarladi. Ba'zi narsalarni alayda qilib turib, uning insonlarga foydali ekanligini bildirdi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam 23 yillik hayotida bizga nurg'un halol va haromlarni bizga tushuntirib o'tdi. Hattoki dediki, halol haromlarning o'rtasida inson bilinmaydigan shubhilik narsalar va shu shubhilik narsalardan yiroq turinglar. Xuddi shubhilik narsalar bilan shug'ullangan kishining misoli bir chegara yoqasida mol boqqan kishining misoliga o'xshaydi. Uning meni bilib bilmay chegaradan alqib ketib qoladi. Shuningga o'xshash shubhilik narsalar bilan davom etgan, shubhilik narsalar bilan aplashgan inson ko'pincha vaqtda haromga kirib qoladi deb ogohlantirdi. Yani demek Peygamber Aleyhisselam'ınki hadisleri ve hayatı qaraydigan bo'lsak, halal haromni biz shuningdan asosan bilib olamiz. Endi Allah Subhanahu ve Teala Qur'oni Kerimde Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge hitap qilib turib ve barliq peygamberlarni misal alsak, bütün peygamberlerge o'xshash, müminlerge o'xshash holatda hitap qilgan. Bu hitapda Allah Subhanahu ve Teala peygamberlerge hitap qilib deydi-ki: "Ya eyyuhar rusulu kulu minat tayyibati ve amalu salihan inni bima ta'maluna alim." Ey peygamberler, sizlar har vaqt iste'mol qilgan vaqtinglarda pakiz narsalarni, sap yaxshi narsalarni, halol narsalarni iste'mol qilinglar va har vaqt yaxshi ish qilishga urininglar. Allah sizlarning nima qilayotganliklaringizni bilib turadi deb Allah ular xitob qilgan bo'lsa, yana bir oyatda mu'minlar xitob qilib deydi-ki: "Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum." Ey mu'minlar, sizlarga rizq qilib bergan, Allah ziminda yaratib bergan, ziminning ostidan ustidan chiqarib bergan narsalardan paklarni tanlab yanglar deb Allah Subhanahu ve Teala Qur'oni Karimda xitob qiladi. Yana bir oyatda umuman qilib turib Allah Subhanahu ve Teala barliq insonlarning Rabbi bo'lib bilan deydi-ki: "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba va la tattabi'u khutuwati shayton innahu lakum aduwwun mubin." Ey insonlar, sizlar men sizlarga rizq qilib bergan barcha narsani ishidan shariatda sizlarga halol deb qilingan, siz sizlarga foydali pokiz narsalarni tanlab yanglar. Mana shu yeyish, shu iste'mol jihatda shaytonning orqasida qolmanglar. Shayton sizlarga ochiq oshkora dushmandir deb Alloh ogohlantirdi. Yani haram ishlar bilan shug'ullanishning o'zi, haloldan mahrum qilishning o'zi shaytonning yo'li, shaytonning orqasiga kirib qolganlik degan bo'ladi. Endi xo'sh, endi biz Qur'oni Karimdagi Alloh taolaning bizga qilgan amr va xitoblari quloq solgandan keyin bizga Alloh taolo pokiz narsalarni halol qilganligi, mehnat narsalarni harom qilganligidan iboratdan bir yakunga chiqamiz. Bugungi temamiz harom demoqchi. Endi harom bir qancha turli bo'ldi. Yani bugün yeyish masalasini so'zlaymiz, hamda qilish masalasi emas. Yeyish masalasi bo'lganligi uchun birinchidan har u narsaning zoti harom narsalar bo'ladi. Biz bunu mesela arak o'xshash, cho'shqa go'shiga o'xshash, iniq harom bo'lgan nijosatga o'xshash. Va shuning bilan birga kasba jihatdan harom bo'lib ketgan. Yani boshqa shug'ullanishlar orqali harom bo'lib ketgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda harom qilgan va yoki insonlar o'zi ba'zi xato harakatlar bilan harom qilib olgan jazoni o'xshash, aldashga o'xshash, bo'lib elishga o'xshash, tijoratda boshqalarni aldash deganga o'xshash har xil usullar orqali va undan boshqa başqalarının haqqıga tajovuz qilib oladigan, yetimlarning haqqini yeydigan, demak shariatda cheklangan barliq haram narsalarni iste'mol qilishning o'zi Alloh taolo Qur'oni Karimda qattiq ogohlantirgan haram ishlarning qatoridan deb qaraymiz. Endi bu haram meselesi kelsak, bu bek bir xatarlik ish asli bilsak. Alloh taolo Qur'oni Karimda shu yahudilarni yomon to'la sifatlab kelgan nachar sifatlar bilan shu yomon sifatlarning qatoridan akkaluna lis-suhti. Bu yahudilar haram yeydiganga bekmi kirishib ketdi.
Bularning asas usuli Yahudilarning Rasulullarning davrida jazoni berish edi. Jazoni bilan bek shug'ullanadi. Bularning asas sifati nima desa, haram yeyishga bek kirishib ketiglik bo'ladi. Yani Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mana mush naq hozirgi bizning mush zamonimizga munosib holatda Buxoriyda rivoyat qilingan hadis Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilib keltirgan. Hadisi deydi ki insonlarga bir zamonlar keladi deydi. Bu zamonlarda bir şu aile başlığı bir insan, Müslüman özünün qayadan pul topganligiga parvo qilmaydi. Aramdan topdi mı yoki halaldan topdi mı? Bunaga parvo qilmaydigan bir zamonlar keladi deb bizning hozirgi zamonimizni bizga shu payg'ambardan 1400 yildan oldida bizga ogohlantirib, bizga xabar bergan. Endi hozir zamonimizga qaraydigan bo'lsak, haram yeyishi necha xil turga bilinib ketdi. Endi biz musulmonlar zadim o iniq haram bo'lgan haraqni haram deymiz, tamaka, ondan boshqa zaharlik, chekimlik, cho'shqo'ning go'shi degan narsalarni haramligini bo'yliqi yaqini deymiz. Endi zaruriy bilinadigan narsalarni hammamiz biladigan. Ammo shu boshqalarning haqqini yeb oladigan, xato usullar bilan tijorat qilib haram ishlarga kirib qoladigan, boshqa bo'libmi yetimlarning haqqiga tajovuz qilib qolgan ahvollarni xuddi haram emasdek, mavo cho'shqo'ning go'shilam haram bo'lib, mavo haram bo'lmaydigandek holatda nihoyat ig'ir holatga kirishib ketib boramiz. Hozir bizning eng krizisimiz nima degan vaqtning o'zida haram tijoratlar. Yani asli haram shakl o'zgarilgan. Haram yeyishning shakllarini so'zlayapman, ko'rinishlari shakllarini. Hakikaten deb o'tganlardek shu yuqoridagi masalan oyatlarda tilg'ilingan biz sizlarga rizq qilib bergan narsa, pok narsalardan yanglar deb mesela Allah subhanahu taolo bilsan qo'y go'shi shariat bo'yicha bo'g'izlandi, pok bir qo'y go'shi. Bir odam haramdan topgan pul bilan uni setib olib yegan bo'lsa, o yegan narsami? Pok bir narsa bo'lgan bilan Allah pok qilib bergan narsa bo'lgan bilan topgan puli chataq o'g'ashqa o'zi xuddi rasmiy haromni yegan bo'ldi bu vaqtda. Shu shakllarni biroz ochgan bo'lsa o'xshaydi. Endi asl degandek masalan hozirgi vaqtning o'zida haromning umumlab ketishi yemekliklar masalasida alayda diqqat qilishimiz kerak. Xo'sh. Siz ishonch qilmaydigan, ko'nglimiz amin topolmaydigan o'rinlardan yemesligimiz. Endi bizning Sharq Turkiston musulmonlari alhamdulillah shu masaladan ayeti sezgur deb qaraymi boshqa millatlarga nisbatan. Yana mi sezgur bo'lmoqligimiz lozim. Bizning shu Xitoyga qarshi holatda hozirgidek iymonimizni mukammal saqlab kelganligimizning asosiy bir omillaridan birisi, ya'ni shu harom narsalardan yiroq turish. Aşı Xitoyli yap qo'ygan qochini manchi qitim jumus yig'ilmaydi degan nurg'unlagan ko'z qarashlar va hamda vaqt e'tiboran ashundaq bir haram ularning tamoqini yemaydigan, ashlarga yaqin gap qilgan va yoki shular ishlagan, shularning birimiz aralashib qolgan shu Xitoy hatto yasagan narsalarni yemay bir xil dushmanligimizni saqlab keldik shu bizniki shu omil. Ammo ular yasagan narsalarni yeb ular bilan munosabat qilavergan bo'lsak, bizning Alloh bo'lgan dushmanligimizni azlab ketadi. Masalan, vatanlar ko'p uchraydi. Aşlarning maktabida o'qib qolgan yataqlarda yatgan bolalarning alog'i bo'lgan nafrat azlab ketiglik. Yeb ichish ularning iste'mol qilishlari bilan. Bu yemek-ichmek masalasida biz doimiy diqqat qilishimiz kerak. Ammo shu harom kasb masalasi nihoyat ig'ir. Tijorat usullarida boshqalarni aldab qo'yilgan. Masalan, hozir ulamolar birligining shu fatvo guruhiga qarindoshlarimiz, ustozlarimiz bilan ancha paranglashib qolamiz. Ko'pincha da'vo nimadan bo'layotdi bo'lsa, shu tijoratda. Ticaret işi de şeriatga uygun bo'lmagan ticaret diye. Bir-birisiga bir aldamchilik bo'lib qolgan. Azimcha xiyonat bo'lib qolgan, masalan. Boshqasining tijaratining ustiga boshqasi tijorat qilib olgan. Mana shu ahvollar. Olimlar deydi-ki, endi buni bir azroq kirish to'g'ri keldi tijorat masalasida. Endi biz musulmon bo'lish sifatimiz bilan to'g'ri biz shu ibodatga munosabatlik ilmlarni, aqidaga munosabatlik ilmlarni cho'qim o'rganish har birimizga vojib. Shundaqla her qandaq bir musulmonga to'g'ri shaklda tijorat qiladigan ilmni o'rganishning o'zi nima deganda olimlar vojib deb qaraydi. Endi Allohning hikmatli so'zlaridan masalan, "Man dakhala bi suqin bila fiqhin akala riba aba sha'a wa aba." Masalan, bir inson tijorat bazasiga, tijorat sohasiga, tijorat ilmini, shariatga tijorat ilmini bilmay kirib qolsa, o çokum cezanını haramını yap kalıdı. Meyli halap yesin, meyli halımısın yap kalıdı de bayan kılan.
Nimişke degende ticaret ilmini okumaganlık üçün, ticaret fiqhisini bilmegenlik üçün, ticaretde yukarıdaki başkalarının ticaretine üstüne ticaret kılıp koyduğun, ticaretinin oturlukta mesela aldamçılık olup kalıdığın veya ki cazanivi halatda ticaret kılıp kalıdığın, bunu şunda ahvallar sadır olup kalıdı, dep agahlandığın. Yani bizden hazırki cemiyetimizde köpünç yüz beriyotgan haram iş meseleleri birinci ticaret meselesi de, ikinci başkalarının hakkı tecavüz kılıp koyduğun. Hoş. Yine biri şu yetim yesir mesela. Üzüge tigişlik bulmagan yetim yesirlarninkine mana caiz deydigan üzüge fatwa tepip, halkning hakkını yap koyduğun ahvallarına ait igir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sizler öz ara haksız bir-birsinglarninki biline yivanmanglar. Ve la ta'kulu beynakum emmalakum beynakum bil batil. Sizler öz aranglarda bir-birsinglarning mallarini haksız yivanmanglar deb Allah Subhanahu ve Teala bunu bakma agahlandırgan. Hem de hazırki zamanımızda degендek biz bilinmeyotgan nurgun türler olup ketdi hem de bu haramninki isimlerini özgertilip ketdi. Biz bilinmey kap kalımız. Mesela bazı bir ticaretlerinin ismi özgertilip çıraylaştırıyotgan. Bazı yemeklik, içimliklerinin mi hatta türlü çıraylık anılıp bizden soralgan vaxtıda biz onu da karmakka anılgan vaxtımızda haramlıkını kalmaydıgan. Ama ondan sürüştüğü vaxtıda karsa onun akısta haram bir işinin bağ ekenligine sezip kaladigan mana şundaq ticaret va ki yemeklikten ibaretten muşdan näsler oturga çıkıwadydy. Şoňa musulman akıl, Allah'tan korkuduğun Müslüman, bayan bize mukaddemesi degenimizde şübehlik näslerden qattiq jirak duruş gerek ve şu halal haram meselesinde ma'lum derecede ustazlardan ilim ilişi ve ustazlarning bundan keyinki derslerde, mesellerde veya ki şahsi sorularda şu ticaret, muamalat meselesiga kirishning ne kadar muhim ekanligini sezip qelyapmiz. Yani biz vatanımızdan derdide her bir tebliğlerimizde zulüm mesela ve akidevi bazı meseleler bilen bulup gidip qarindoshlarımızdan halal haramni fark etadigan, ticaretdeki halal haramni fark etadigan ilimni bizlerme to'liq berenmegenligimiz uchun, ular o ilimni to'liq olamaganligi uchun mana shundaq davolash bir-birisining hatta urushga yuguradigan, jidal qiladigan mana shundaq ahvollar yuz berib qolyapti. Alloh subhanahu va taolo her jihatdan yardımcımız olsun bu işlerde. Allah razı olsun. Ustazım da hakikaten müşahede peygamberimizden bir hadisi var oğlum. Ta şu çaşlara bakıp ketken bir carahalet kilip Allah'a dua kılıp ya Allah deb dua kılayotgan bir insanı misal keltirip o insanın yigine haram, içkine haram, kiyigine haram fe enna yustecabu leh. Bunun qandaq mı icabet kılsın Allah bunun duasını deb. Bu hakikaten yani her bir Müslüman'a naitin ciddi bir signal hem de. Yukarıda ötken vaktimiz kısa başka bir qanchasını misal keltirdiler. Türlerinin köplüğü etrafımızdaki. Meyli maddi, özümüz bir tutup yeydiğen nesler olsun ya ki manevi nurgun meyli ticaret sahası olsun. Başkalarının yerini yiyebiliş meselesi. Ama şimdi nurgun sahaya tarqılıp ketken bir iş. Şunu dikkat kılış qanchalik muhim ekanligi bu narsa bütün amallerimizdan oqibatda uning ya natija oldigan yoki ololmaydiganligimizga munosabatlik bir ish ham bu. Ammo shada bir insonninki hatta yana bir hadis bir haromdan o'sgan bir parcha go'sht u jahannamga eng loyiq deb. Bir oilani masalan boshquradigan oilaniga rizq olib keladigan normalda er kishi hamdi. Bir musulmon hamda shundaq masalan har xil yo'llarga kirib qilib haromdan pulni topdi deydi. Onun ailesini bakışmaya bir tutar. Bu haramdan tapkan pulunu ekirip ailedeki şu küçük balınınki ya ki ayalının nime günahı yemdi o haramni ise okşaş günahkar bulam diye ki ötmemdi ve la teziru vaziratun vizra ukhra degendek. Hem de bu bayam degenimizdek bu haram meselesine ait kenar uğallık için biz belki çıkıyalı kiremeskimiz mümkün. Hem de bu yerdeki asasen bu yerde cinayet aile başlıkı buludu. Hoş. Aile başlıkı buludu bayamki ayet boyunca onun günahını ama ola akıl bağlıq boğa vaktinin özüde. Mesela ayal şu kişininki haramdan şug'ullanayotganligini bilip kalsa onu agahlandırış, onun her xil usullar bilan to'sish mecburiyeti var. Ama narisiydi ballar çoğuz bunu bilmeydi. Bayam degenimizdek Peygamber aleyhisselam alayla agahlandırıp la yedhulul cennete lahmun nebete fi suhtin min suhtin. Yani bir haram bilen çoğ boğan bir beden cennetke kiremeydi degen.
endi o'sgan degan. Bu nima degan gap desa, ya'ni harom bilan davomli shug'ullanib, haromligini bilib turib, endi bu yerda ikki narsa bor. Biri haromligini bilmay qolib qolsa boshqa narsa. Xo'sh. Endi u balla uning haromligini bilmaydi, balkim ayolim bilmasin ki uning tijorat qilyapti degan bilan jazolanib shug'ullanyapti, haqni aldayapti bilmaydi masalan. Bilmaganlik uchun ular Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem boyunca Allah Teala'nın aposuna içeri buladı. Yana birisi mesela mecburlanıp qalgan bolsa. Xo'sh. Mesela bazı bir mecburiyetlerdi qilib qolgan vaqtda onun saqit bo'ladi. Ammo bilib turib, haromligini bilib turib, haromga davomlashib, shu harom bilan shug'ullanib badanni semirtgan bo'lsa, bu kishi jannatga kirolmaydi degan hadisning hukmi bo'yicha bo'ladi. Ammo bayam deganimizdek u balla ayrim masala. Ammo bu yerda diqqat qilishimiz kerakki, bu haram yeyish masalasi nihoyatda tarafdan bizga ziyonliq bo'ladi. Endi bu yerda bir misol elib o'tib ketaylik. Bizningki vatanimizda bir oila bo'ladigan. Bu oilaningki bir qancha bolalari va bilan aytib bir inoq bir oila edi. Ammo shu vaqtlarning o'zida endi bu Xitoyning bir suiqasdi bo'ladi desak bo'ladi. Shu jazoni beradigan, bankalardan bank qarz beradigan bir ahvollar olib ketib qoldi. Shu 2005-6 yil bo'lishi mumkin. Şu vaqtda şu xeyli dindar masjiddan qolmaydigan odam edi amma o'zi. Qanda bo'ldi, uqmay qoldik. Bu odamning oilasi birdilam bir xil keyingi chekinish ulab ketdi. Masalan, to'li jidal bo'ladigan, oilasi hatto ayoli yomonlab ketgan ahvollar ulag'liq. Ondan u bir qitim uyisiga o't ketgan ahvol bo'ldi. Biz uchrashgan bo'ldik. Shu samalliq mollari saqqabdi, butun yem-xashaklar ko'yib ketdiklar. Bu adam o'zining misal mijozi cho'silishib, to'liq haq bilan jidallashib qoladigan bunday bir ahvol bo'lib qoldi. Keyin shu bizning ustozimiz shu malning imomining qishig'i kelib o'zining xatoligini odam yushirib ketdi-ki, sababi nima degan vaqtida jazoni olibdi bu odam. Bu jazoni olgandan keyin bu jazoni shunday bir bo'libmi yaxshi oilamda. Yaxshi Alloh cheklagan ishni shunday qilgan amal bu jazoni bu oila kirgandan keyin bu jazoninki azroq vaqti o'tgandan keyin bu odam Allohning siniqli azroq ziyon tortqilik. Ziyon tortgan mushi qazni qachon beraman deb shu ayol quloqqa gap qo'shayotmaydigan, oila bolasiga azor beradigan, boshqalar bilan jidallashadigan. Anda bo'lavergansa Allah subhanahu wa ta'alaning mayli sinoqlari, mayli u kishi bo'lgan azob bo'lsin, uyga o'tib ketayotgan har ishlar keyinginib bir oila vayron bo'lish girdobga bo'lgan vaqtning o'zida jamoatlar ha deb ayoliga xizmat qilish orqali bu odamni qaytadan ha deyishib pullarni to'lish berish orqali jamoatdan bu odamga bu bir yordamchi bo'lgan ahvol bor. Ya'ni biz diqqat qilmasak, endi bu boshqa yerlarda buni ochiq yuz bergan bo'lishi mumkin. Biz Müslüman buluş sütümüz bilen yukarıdaki ayetlerde Allah subhanahu wa ta'ala bizge halal yanla deb ayet agaklandırıp etti. Sizlerge meynet neslerini, haram neslerini sizlerge haram kıldım deb agaklandırıp etti. Şunu biz Müslüman buluş sütümüz bilen birinciden ailemizge şundan nesini ikirge vaktimiz olmazda haram ticaretine. Biz demallık bayogandek, azrak pul tapkandek olgan bilen Allah subhanahu wa ta'alaga asi oluşlan herkes payda kılınmaydı. Neticeye eriş kılınmaydı. Çünkü Allah'a asi olup Allah'ın rahmetiga eriş kılınmaydı, Allah'ın rızkıga eriş kılınmaydı. Mesela alimlerimizin, hikmetlik alimleri şunda degen ki, senin rızkın pikilip olgan. Sen bu dünyada çokum özünün rızkını yemey durup ketip kalmaysa. Yep ketse rızkını. Sen zaten kılıvatkan ticaretin bek aldırıp zaten halal aramı fark etmeyi tep ketip kalma. Sen bu halallar bilen şug'ullanıp Allah Teala'nınki sana atıgan narsaga erişemeysen. Xo'sh. Allah'ın sana atıgan narsaga erişemez. Çünkü Allah ma'siyat yo'li orqali sana atıgan ihsanını atlab bermaydi degan bir hikmetlik söz var. Şunun için biz hozirgi vaqtimizda bo'libmi Turkiyada misolga olsak, nihoyatda bir tijoriy ama turmush nihoyat qiyinchilik bo'lib ketib qolgan, nihoyat qimmat kasatlik bo'layotgan ahvollarda qarindoshlarimiz har taraflab bir shu oilasini qanday shuni harakat qilib ketib bordi. Allah her birimizge asıllık ata kılsın bu işlerden. Bir hatırcam ailesinden turmuşunu keçiyorlar Allah Teala müyesser muvaffak kılsın. Ama şuna dikkat kılaylı ki, meyli biz kanda çapa tatip eteyle, nim kıyınçılık bulup eteyle, ailemizge ve üzümüzden nefsige haram ticaret ve haram maldan ibaretten nesli katli yaratmayla. Mesela biz nurgun zaman çapat atıp, mesela 20 yıl çapat attı bir insan. 20 yıl çapat atıp, çın durup, haramga yıkıllaşma, ailesi saklap gelip, ma'lum vakitten keyin haram bilen şug'ullanıp ketip kalp kalsın, haram ma halal aralashgan dekin pulimizni o'zi yetib qoladi.
Ailemizge haram lokma kirip kalgan bulup kalımız. Bu birinciden aileninki bozuluşuna sebep buluş bilen birge yukarıdaki ayette dedi ki şeytanın yoluna geçmekler. Yani masiyet, şeytanın çağırıp avaz koşkan bulup kalımız. Allah'ın gazabı duçar oluş sebep bulup kaladı. Yani bunun ziyarlarının katardı neymi diye vakti insanın tenigimiz ziyarlık buladı. Tenigi ziyarlıkla alımla bir kitap görsem bunda depti bu haram yiyişini işki gibi haram nesile haram lezati deyimiz öz zatı da haram bolgan çoşkuga şu okşaş ölük özülep kalgan mal okşaş arak okşaş neslerini Allah Taala haram kıldı. Muşun tadqiqatı tekşürse aşının içinde çokum insanga ziyarlık nesi var ki. Mesela bölümümüz mesela arakның içinde var mesela sport maddesi var. Ondan başka üzülüp kalgan nesler insanga ziyarlık nesler. Şunun bilen birge haram ticaret, haram şug'ullanish insanga ziyon qiladi ekan. Deganlikni isbotlab nima deydi deganlar? Haram bilan shug'ullanadigan mu'minda shu narsadan xotirjam bo'lish yo'q deydi. Xo'sh. Xotirjam bo'lish yo'q. Endi bir endishi bor unda agar mu'min bo'la olib qolsa. Endişe var. Bu endişe bu insanın psikolojisiga, onun teniga ziyon yetkazib, bag'ansir insonni buzib yutadi. Turmushiga ta'sir yetkazib qoladi, badaniga deb manda isbotlab keltiribdi. Va yana insonning ibodatlariga ta'sir yetkazadi. Xushu'ga ziyon yetkazadi. Hatto bayamqa hadisida o'tib ketdik mana shunda jafolat amdilik bir inson shunda jafo holatda qolib qolsa Allohga yaqin bo'ladi deb qaraydi. Hadisda masalan sochlari chuvalchaq, kiyimlari to'pa holatda bu odam Allohga ko'tarib Alloh ani va mani va deydi. Uning yeyishi haromdan, ichishi haromdan, kiyishi haromdan, haromdan g'izolangan annoy istajoblar. Uning qanday duosi ijobat bo'ladi deb. Peygamber Aleyhisselam'dan Sa'd radıyallahu anh so'raydi Rasulullah, qanday qilsam mening duoim ijobat bo'lar? Menga ijobat bo'ladigan bir duo o'rgatib qo'ysizlar deganda Peygamber Aleyhisselam duo o'rgatmaydim deydi desa, ey Sa'd, yeyishingni pokizla, yemekingni pokizla, duoing ijobat bo'ladi degan. To'g'ri. Ammo asl duo so'raganda, sen duo muhim emas, bu yerda duo qiluvchi bek muhim. Og'zingga kirgan narsa. Sen duo qiluvchi pokiz bo'lmasa, duoning layoqatlik bo'lmasa, duosi ijobat bo'lmaydi. Şuna sen üzerinin tamamını pakizla, senin dualarına icabet buludu deb Peygamber Aleyhisselam agahlandırdı. Allah razı olsun. Hakikaten halkımız yani pakizlikte bulup mu şu maddi yemek içmek meselesinde yukarıda söylep ötkendek alaydı dikkat kıldı hem de. Hatta normal dinde çunkur mağmaydıganlarımı mesela bulup mu şu haram kılıngan şeriatimizde bu qanası eniq boğaşqa bundan seskindigan bu hususiyet ba ama lekin bunun bilan birga dindan yiroqlashib ketganligimiz, diniy ma'lumotimizning ozligi sababidan o'sha o'zi qilayotgan kasb nurg'un narsalarga diqqat qilmaganlikdan o'zi bilib bilmay shundoq harom shaklda pak holatdagi yemeklarni yeyotgan bo'lsa-mu, aminatda u narsaning haromdan ekanligini bilmay yashayotgan nurg'un insonlarimiz va Alloh saqlasin bu shaklda yashab qolishdan. Endi bu yerda bir insonniki haqqa zulm qilib, yetimning melini elib yoki haromdan tijorat qilmadi masalan, tijorat haqning haqqini yeyolmadi. Normal shu tijorat tarzini oqizib bir kasb qilib pul tepib oilasini baxti, o'zini baxti deydi. Ammo lekin bu qilayotgan kasbi shariat yo'l qo'ymagan yoki masalan insonlarni aldırgan bir kasb deydi masalan, nima desak bo'lardi? Shahvoniy naqsh etgan birisi deydi masalan. Yani shariat yo'l qo'ymagan bir shaklda bir kasb bilan pulni tepib o'zining emgaki bilan hech kimga zulm qilmay shu o'zining hayotini shunday qilgan bo'lsa, bu insondan topgan pullari mal dunyosi uchun. Hamda bayamqa gaplarimizning o'zi ta'siri chiqadi. Biz o yemekimizni halaldan izlab, tijoratimizni halaldan izlagandan keyin kasbimizmi shu shariatda yo'l qo'yilgan doira bo'lish kerak. Müslüman bo'lish sifatimizlar hamda Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo bizga nima ishlar bilan shug'ullansak bo'ladi, nima ishlar bilan shug'ullansak bo'lmaydi buni bayon qildilar. Payg'ambar alayhisalom bayon qildilar. Shuni o'xshash degandek aroq do'konida ishlaydigan, masalan. Masalan bu aroqni o'zi ichmaydi. Shuni o'xshash masalan Payg'ambar alayhisalomning aytib ig'ir harom deb qaragan masalan usulchilik bilan, salchilik bilan pul tepish masalan. Uning o'xshash harom
bir mesela cazanı bilen şugullandığan şirketlerde işleş. Mana muşu işleşlerini alimlarning hammasi nima deydi? Haramga yordamlashish. Alloh taolo Qur'oni Karim ta'awanu bil birri ve taqva ve la ta'awanu alal ismi vel udwan. Taqvalıqqa hamkorlashinglar, asi ma'siyatga qilmanglar. Yordamlashmanglar deb. Shuning uchun bu odamningki yuqorqidek shu kasbning ikkiga bo'lindi bu. Biri kasbning o'zi harom bo'lgan bo'lsa, masalan deylik, sazchilik bilan, usulchilik bilan pul tepish, masalan, aroq setib turib pul tepish, bu narsalarning o'zi topgan puli harom bo'ladi. Ammo masalan ba'zi bir shirkatlar bor. O şirketlarning qilayotgan ishi durust emas. Bu yer ishlab qolgan odamlarning nima degan vaqtda qilayotgan ishining o'zi harom bo'ladi. Chunki kuchini Allohga yordam sifatida. U Allohga yordamlashganlikning jinoyatini topadi. Yordamlashganning, haromga yordamlashgandan keyin uningga biz topgan puling harom bo'ldi, meni yema tashvat demaymiz uningga. Ammo buningki qilgan ishi harom bo'ladi. Bunday ishlardan shariat cheklaydi. Haram ish bilan shug'ullangan vaqtimizda qilayotgan narsamiz bizga barakatli bo'lmaydi. Chunki qilayotgan ishimiz harom. Xo'sh. Shunga buni sal tafsillashtirish lozim bu ikki xilga bo'linadi. Ammo shariatda aniq kelgan payg'ambar alayhisalom aroq masalasida 10 kishiga la'nat etgan. Shuni qatorida biz aroq to'shig'uvchi, aroq sotquchi, aroqni boshqalar qushib berguchi, ani keyin sazchilik bilan, usulchilik bilan shug'ullanganlar va ularning pulining harom ekanligini payg'ambar alayhisalom ochiq hadisda bayon qilgan. Ama bazı organlar var, işlep kaladigan bazı organlar var. O organlarda Allah'ın işi ayrım, bunun yerde ya tazlıkçılık bilen şugulunda, başka narsaların şugulunda bu yerde muşunda Allah'a yardımcı boğallık cihetinin kılga işini haram desek olur. Allah razı olsun. Ama bu şu haramdan pul taptı mesela, malum bir bilgen mesela birisiydi, bilgen bu işini bildi. Tevbe kılmakçı mesela. Malum bir yıllar 5-10 yıl, 10-20 yıl öttü bu kesip bilen. Bu insan tövbe kılgan deyken qana qildim bu mallarning hammasini birisiga sadaqa qilib o'tamdi yoki endi bunda haromlik ikki xil endi. Biri boshqalarning haqqiga kirib qo'ygan bir haromlik bo'ladi. Boshqalarnikini ilib olgan. Boshqa ilib olgan, aniq biladigan. Yana biri qilayotgan ishlari shariatga uygun emas. Bu ikki xilga bo'lindi. Endi shu haqning haqqini endi bu bek xatarlik ish. Çokum igesiga qaytirish kerak. Endi topolmaymiz, igesini topolmaymiz. Endi qanday qilamiz degan vaqtning o'zida shu o'zining jarayonini shu odam o'zining diyoridagi o'zi ishonch qilgan ahlilardan qishib yurib so'rasa, shuningga yaxshi javob beradi. Masalan, biz hozir ommabop javob berib berganimizdan, shunday masalalarda ba'zi odamlarning ahvoli o'xshamaydi-ku. Biz o bevasak ham sadiq qilaversam bo'lgan deb azroq ularga to'xtab qoladi udan. Va bir ahlilardan qishib bo'lgan vaqtida bu zodi bilamdi, bilib turib o'zi xijillab berememdi igisiga. Mesela, şunu raz aşağıda otağızıp durup paranlaşıp, sen bana manda qilsang bo'ladi ekan, mana manda qilsang bo'ladi ekan deb shu yerdagi ya ulamolar markazi yoki shu yerga yetishgan shu odam e'tirof qilgan, xalq e'tirof qilgan olim haqning haqqiga kirib qolgan masalada ash odam bilan o'tirib turib hal qilsa mabak yaxshi bo'ladi deb qarayman. Ammo bu berayotgan toz yaxshi emas. Kishilarning ahvoli o'xshamaydi, vujud ahvoli o'xshamaydi ishlar. Ammo endi bir odam ba'zi shu ishlar bilan shug'ullandi, ba'zi oshxona ichib aroq setib qoldi deylik masalan. Shuning uchun harom pullar bilan shug'ullangan bo'lsa, haqiqiy holatda tövbe qilgan bo'lsa, tövbatun nasuha deymiz. Tövbe qilgan bo'lsa, buningdan keyin mushu ishga qadam bosmaslik bilan tövbe qilib, buningdan keyin xayri ihsonlar bilan o'zining gunohini yuvib bo'ladi. Buning masalasi hamda burunqi sahobalarningki nurg'un mollari nimasi holatida hamda uni mutlaq holatda qiyos qilib bo'lmasmi? Chunki u tijoratda bir odamning ma'ni haqqini olib olgan ish yo'q. Bu ayrım bo'ldi. Ammo harom pullar bilan bo'lsa, tövbe qilib, haqiqiy tövbe qilib, ikkinchi buningga qat'iy qadam bosmaslik niyat bilan tövbe qilib, buningdan keyin xayri ihsonlarni ko'p qilib, ibodatni ko'p qilib qilsa, Alloh subhanahu va taolo Karim inshaalloh odamning gunohini Alloh mag'firat qiladi. Ammo hamda ba'zi bir xato tushunch bor. Ma'lum vaqtdan keyin niyat bek muhim. Ras bilmasdan qildi uni. Kim bilgenden keyin qilsa nima bo'lsa, islom o'zining ilgirki narsani amaldan qoldirdi masalan. Ammo bilib turib, bir musulmon turib, shu qilib olib, az vaqtdan keyin tövbe qilib olay. Masalan, ba'zi insonlar uchun tepilib, az vaqtdan keyin tövbe qilib olay deb, manda qilib qolsa, endi ma'nosizligi Alloh subhanahu va taolo o'zi alim. Eng yaxshi bilguvchi Alloh subhanahu va taolo. Niyatga bog'liq, inson o'z niyati bilan bo'ladi. Chunki Allohni inson dunyoda aldanmaydi. Inson faqat o'z nafsini aldaydi. Allah'ın aldığı deb o'ylaydi ular, amaliyotda ular o'zini aldaydi.
Kıyamet günü Allah'ın aldığı baganda dözlük üçke vakti vay iset biz neme için bunda kılgan boğuytuk dedi. Niyet bek muhimdir. Allah Taala niyetini bilgiçe biz asudur kalptikini bilgiçe. Şunun için her kandak bir işqa vaqtimizda qalbna bek dikkat qilishimiz kerak. Yuqorqidek xato ideyalar nurg'un insonlar va az vaqtdan keyin tövbe qila olmay yoki mani qilib bunda inson Allohni aldayamaysiz. Shu. Faqat o'zingni aldaysizlar. Ahirda ziyan tortquchinglar o'zinglar bo'ldi. Shuning uchun manda aldamchilikqa dikkat qilish lozim. Allah razı olsun. Köpten köp rahmet ustaz. Allah razı olsun. Kadirli görürmenlerimiz şuna kılıp büyük sanımız müşahede ahırlaştıraydı. Hakikaten mühim bir tema. Her bir sahasiga hayatımızdaki dikkat kılışkı, tegişlik boğan, en yirak duruşumuz gerek boğan bir meseleni vaktimiz yetkince toxtuluşqa tirişdik. Allah yirak kılsın bu işten. Bütün zerreli çağlıqna sizden deyli. Allah ömür bəsi ətiki sanımızı görüşkəcə aman boğayslar. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuhu. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال